Rich keramika mana. Nima? O'zimizni milliy. Ha, bu ham mengami? Bu ham sizga. Voy! Rasm ham- qo'yma. Rasmon zakasi. Yoshligimda rasmim mani. Ismingiz nima? Shohruh o'zingiz yashaysiz, buni men juda ijtimoiy tarmoqlarda ko'raman. San'atkorlar hammasiga Shohruxxon erinmasdan har bir san'atkorni yaxshi ko'rgan san'atkorini mana shu laganlarga tushirib rasmni olib keladi. Mana men aytaman, men ham qilarmidim bu yigit deb gapirib yurardim lekin. Mana bugun nasib qilgan ekan bizga mana o'rtoqlar Shohruh baraka topsinlar. Biz hozir Nurafshon restorani bilan hamkorlik ishlayapmiz. Kelgan mehmonlarga o'tirganlarni suratga tushirib, shunaqa sovg'alarni yetkazib beryapmiz ularga. O'sha yer o'zi, Nurafshon o'zida. Qo'yma. Hurmatli azizlar, Nurafshon restoraniga borsanglar, Shohruxjon o'sha yerdalar. Ana shunday chiroyli rasm tushirib, o'sha yerda o'zida bir pas tayyorlab olsalar. Bunday osh yesa ham bo'ladimi? Yuzlarim osh bo'lib ketar ekan. Ha, o'ynab ketdik. Shohruh baraka topsin, mana shu yigitda san'atiga san'at qo'shilsin. Juda chiroyli tarzda mana ajoyib narsalar qilyapti. Ko'z temasi ilom, ishingiz rivojini bersin. Salomat bo'ling. Juda chiroyli xursand bo'ldik. Nurafshon restoraniga ham rahmat, Shohruxga alohida rahmat. Shunaqa bir antiqa sovg'a bo'lganligi uchun. Katta rahmat. Salomat.